Börte rast şundaq dedim ha? Men qag'animiz urushda asirga olgan ikki tatar ayolni to'qol xotinlikqa oldi deb gapimni boshlashinglar. U xursand bo'lib ashi gaplarni dedi. Yana qag'animiz tanlagan u ikki sohib jamalni ko'rishga taqozo bo'lyapman dedi. Yaraysan Muqali. Pəmin barkan. Seni tartıqlayman. Yo'qsa, qag'anim. Tartiqliqlar kelsa urushda xizmat ko'rsatganda tartiqlig'ayla. Ulug' xotin tandasiz fazilatli tursa, albatta kimni bassa shundoq javob bergan bo'ladi. Əmsə, qimizni o içəsən? Bu ayda men 3 qitim içib oldum. Bir qitimliğini kam içib, sana ödənək. Anladыңlarmı? Ulug' xotin sizlarga texi yangi o'rdichalar tayyorlab o'tibdi. Sarkarda Muqali qimiz keltirmay qarab o'tirsizlar-ku. Qag'anim, bu tabrikligidek ishkan. Qimiz qo'yish bosmanda xizmatkorning ishi. O'zlari xotinlari bilan to'da o'tirib Yo'qsa, qadag'an. Qimizni siz qo'ymang. Sizmi ko'p ajr qildingiz. Muqali, men bilan birga o'tir. Yasugan, qimiz qo'yinglar. Hashqalla xotin oyim. Tömürcen. Mana bundaq nağ muamil qilib bo'lmaydi. Ne bo'ldi dag'ar taytaga? Tatarlarni jazoda kechirim qildilar. Lekin tatar erlarini menga bo'lib berganlarining hammasi qirib etildi. Yana olib to'plandi nurg'un ayollar bilan bolalarni beyo'da o'ldirib etildi. Shundaq. Siz hech qanday qilsam bo'ladi. Buni to'liqlab bergaylar. Farmon tushirib, ularning kallasini bo'yniga qo'ndirib beramdi men. Sili sog'liqlarim mushtaq muamil qilamdilar. Bo'ldi, ketaman. Salam ana. Turunglar, yo'l bo'yi jafo chekkansizlar. Salam yenge. Salam mo'ma. Salam ana. Sizlarga salom. Börte qarang o'g'illaringizga hammasi yayliq botir bo'lib ketilibdi. Balalar bo'ron chapqinda texmi pishib ketilibdi. Salam kichkana. Sizlarga salom. Turinglar. Salam ana. Salam yenge. Sizlarga salom. Salom. Salam xonamja. Bo'ldi. Turunglar, chaqqan turunglar. Turunglar. Buzruklarımizga salam. Ulug' xotinga salam. Ola Tatarlar avuldan olacağın iki toqal xatinim. İkisi ağaç sınıl buludu. Chaqqan turunglar, chaqqan. Turunglar. Qaysi ağaçsi, qaysi singlisi ayrılmay qaldım. Siz ağaçsığı deymen. Ha. Ağaçsı singlisidan mulayim. Singlisi ağaçsıdan çiçenken. Ana,
Yenge, bundaq bahalab yursanglar, yengelerim qornub qanmamdı. Quchar bilan Dağaratay tağanlar ko'rinmaydi-ku. Ular bilan oltin cho'ng dadamlar yana qag'an otamni tashlab ketdi. Men ularga shuncha qizg'in muomala qilsam-mu, lekin ular bizga hamon so'g'uq muomala qilib keldi. Acaba ularning tomirlarida eqiyotgani Börchigin jamiyatining qini emasmikin-a? Taycar, seni yana yo'qlab keldim. Aslida san qilgan va'dam bo'yicha To'mirchinning kallasini ko'tarib kelib, ro'yinga nazar bermoqchi edim. Afsuski, hozir ish bag'rimdagi qayg'u hasratni to'kkili keldim. Lekin kuchimning barcha tirishib baqdim. Jadaran degan bu urug' bizga keltirgan or-nomusni pok-pokiz oqlash uchun bor kuchim bilan tirishdim. Biroq ko'k tangrim hadisli oltin urqidan bo'g'ini uchun maqtanadigan To'mirchinga madad berdi. Balkim peshonamga texmi ko'p azob uqubatlarni chekish putilgan o'xshaydi. Taycar, qanday qilsam bo'la? Möhterem aqsaqallar bilan Quchar birodarkan-ku. To'mirchinning ordisida o'lji bilishmay, bu yoqqa mengibsizlar-ku. Jamoqa. Tonimidingizmi? Acaba shuncha o'zgarib ketdimanmi? Odam degan to'rt faslga o'xshash o'zgarib turadi ekan. Hammanglar o'zgaryapti. Sizmi Gurxonlikdan Amir To'g'rilxonning g'olchisiga o'zgardingiz-ku. Biz uchimizmi To'mirchin bilan sig'ishamay, o'zimizga loyiq chorva boqadigan o't suyba yaylaq izlab yuramiz. Chorva beqishga o't suyva yaylaqni topmoq oson. Lekin har kim yaylaqda hukmronlik talashayotgan bugungi kunda boshqalarning hujumidan ham bo'ysundirishidan saqlanalg'idek alqonchilik safiyatini topmoq tasga to'xtaydigan o'xshaydi. O'g'o shundaq, lekin taqdirga tanbamay iloj yo'q. Mundaq bir taklifim bor. Amir To'g'rilxonga beqinsanglar bo'lmamdi. Hozir Amir To'g'rilxondan boshqa yana kim To'mirchindan g'olib o'rnini tura oladi. Amir To'g'rilxondek cho'ng daraxt bo'ron chapqunlog'iga daldi bo'la oladi. Lekin Amirxon To'mirchinning dadasining qasamdosh tursa, To'mirchinni tashlab ketganlarga boshpanoh bo'la olammi? To'mirchindan qo'rqyapsizlar? Qo'rqmasanglar, undaqda To'mirchindan bezarkansizlar-da. Yana nima ishkinsizlar? Yaxshisi Amirxonga beqininglar. Mana men mush parasitimga tayinib, Amirxonni sizlarga boshpanoh bo'lishga qoyil qilaman. Amirxon sizlarga boshpanoh bo'lsa, u chaqda To'mirchin uni xon otisi o'rnida ko'maydi. To'mirchindan tegishli hurmat ko'rmagan bu Amir To'g'rilxon, ya'ni To'mirchin bilan davomli ittifoqdosh bo'ladimi? Ehtimol kunlarning birida u To'mirchinni qog'onliq o'rnidan tortib tushirib, oranglarda biringlarni uning o'rniga o'ltirg'izsimi? Ajab emas. Bo'ladi. Amirxonga beqinayli. Texi bayılı tushkunlikda yurgan Jamoqa endi To'mirchinga qarshi kuchlarni topdi. 3 qatim qasamlashgan To'mirchin bilan Jamoqadan iborat bu ikki qarindoshning yangi bir navbatlik elishishi qaytadan boshlandi. Ulug' xatun, cho'rlarni chaqirganmidilar? Chaqirishqa haddimmi? Chillab keldim-ku. Qani, o'ltira. Ulug' xatun, oldinlarda o'ltirishga cho'rlarning haddi emas. Rostla shundaq o'ylaganmidding? Tili tuzuk, dili buzuq. O'tkizgan savalligim bo'lsa, tanbih bergaylar. Cho'rlar darhol tuzdi olay. Buni mendan so'rayapsan texi. Qolgan uchun akangga sayib jamal talatqizmagan bo'lsang, akang tartuqlarmidi? Davatqalarmush ishmidi.
Ulu xatun özler qağanımızın Toqal xatun ağalıqığı şunca razıməlik bildirib, yəni ular yeni ordu çedir tayarlaqdı. Ağzını jum. Mana şuncha köp avarçılıq payda qılmagan bolsang, öz meylimçe qağanның rayıga baqattınmı? Ulu xatun bu işin çin köngüllerden qollashlar kerak edi. Mana aql ögütüşki senin nime hadding? Sen de şunu sorap baqay. Nimishqi bunda qilsan? Çünki qağanımız meni Toqal xatunluq almoqchi bo'lgan. Nima? Seni? Bu yoqqa kela. Xeyli chiroying bor ekan. Necha kirding? Qağanımızdan 1 yaş kichikman. 40 yoshga kiray deb qolgan xotin bundaq yolg'on gaplarni to'qib meni kuldirlasang, nadonlik qilganlik bo'lmamsan. Ishonmasizlar, qağanımızdan so'rab baqsizlar. Qolgandan nimani so'rayman? 24 yil ilgari qağanımız meni amirga elishga va'da qilgan. Sen toychug'utmi? Ha. Yo'ng dövüsü orasida va'dalashgan qiz senmi? Ha. Sen Elg'arg'utayning qimizchisi qadag'an bo'lamsan? Ha. Men ash pastidek qadag'an bo'laman. Tömürcün üçün sizga rahmat aytaman. Ay. Ulu xatun, hergiz undaq qilmag'aylar. Men bir cho'rib tursam. Keling, qadag'an, keling. Bu yoq keling, keling. O'ltiring. O'ltiring. Boyi deganlarimni hergiz ko'nglingizga olmang. Nimishqa og'udakman. Qağanımız sizni Toqal xatunliqqa olgan bo'lsa, ichimdan xushal bo'lgan bo'lardim. Lekin hilqi ishkisini amirga og'ishqa ko'nglim bir qism bo'lib qoldi. Ulu xatun, men qarqosoq ayol, oddiy qoidalarni tushunaman. Bir qabilaning oqsoqili 2 yoki bir necha xotin og'ayada. Qağan degan tumanlagan qavmning ulu qağan emasmi? U yillab janggohlarda yuriydi. Sizlar hamon endi doim hamra bo'lolmaydilar. Uning endi ayol bo'lmasa qanday bo'ladi? Lekin u ilgari Toqal xatun ilishni yetiboliqini og'zidan chiqarmagan. O sizlarni yaxshi ko'rganligi, hurmatlaganligi, ham sizlarga kuyinganligi uchun og'zidan chiqarmagan. Agar bu ishni qağanimizning rayiga boqmasizlar, sizlardan ko'ngli qoladi. U chaqda texmi azobda qoladi emasmi? Bo'lmang ayon. Lekin ko'nglimsa. Ulu xatun, erlar kichik bolaga o'xshaydi. Qağanmi bundan xoli emas. Erishmoqchi bo'lgan narsaga erishamasa, nodonlik qilib qo'ydi. Sizlar hargiz uni nodonlik qilishga qistimg'aylar. Bo'ladi, qadag'an. Gapingizni anglay. Qovoqchin, qizoya vasila. Qovoqchin. Ay. Qovoqchin. Qovoqchin.
Bu bechora mo'mayni unutib qolsak, hargiz bo'lmaydi. Biz eng og'ir kunda qolganda, egichaqsiz yurganda, u shuncha sadoqatmandlik bilan bizga hamroh bo'lib keldi. Dağartay tağa, işçam. Özümüz işleyen kımız. Kıyan Moğollarınınkiga o'xshash isil. İştahim yo'q. Bu Amirxon degan qandaq nima, ha? O'zimizning el qavmlari ham ol chorvalarimiz botirsa, ya oldig'i tilamchilik kamidiq-ku. Hakavurligi qaranglar uni. Tazimrayim qaytdi desa. Bu qitim Amir To'g'rilxonga amalsiz beqindiq. Boshqalarning soyasida yashayman desang, ana shundoq obro'ydan mahrum qoladigan gap. Dağartay tağa, Tömürcün sərkərdi sanğulları bilan qurultay açqanda sizni sorundan chiqirib o'tibdi. Ular el ishlar ustidagi kengashni tugitib, bir jamdan qimiz ish bo'lganda, ondan sizni kirgizibdi. Bu men bir xo'rliq hisobdi. İşkinlarçı. Böre böke, sәче bəklərdək jininglarga ega bo'lolmayotgan turg'uluq, obro'ydan so'z ichishning nima ajiti? Qachonla bo'lmasin bu ar-nomusni aqlamay qo'ymayman. Altın tağamning deginidek, kishining soyasida yashamoq haqiqatan og'ir ish. Men sizlarga o'xshash. Kun bo'yi ko'nglim g'ashalda yuribman. Hammamiz parasat egisi. Davomliq aşı hamoqat qarining og'zi qarab o'tiraversak bo'lmaydi. Ondaqda bir amal bormi? Bor. Hozir bir fursat bor. Qandaq fursat? Tömürcün hazır Amirxon bilan birlashib, yayloqdagi eng oxirgi dushmani bo'lgan ota-bola to'g'ri-to'g'rilarga boshpana bo'layotgan naymonlarni yo'qotmoqchi. Biz Amirxondan foydalanib, Tömürcünni yo'qota olamiz. Mana buni o'zgilarning yayliqida o'z chorvalarimizni samirtmak deymiz. Bu ishimiz aqami? Akam, Tatarlar avulidan nurg'un o'lja g'animat oldi. Hozir 200 xizmatkor, 50 harva, 10 top tovar durdun. 100 dona qurol yaroqni To'g'rilxon otimizga sovuq qildi. Men mo markitlar va jadarallar avulidan nurg'un o'lja g'animat olgan tursam, Tömürcün buncha vala juvimizmi bo'ladi-ku. Amirxon tuzitqimag'aylar. Sizlar qog'onimizga ot yo'lliq bo'ladilar. Qog'onimizning padariga so'g'i evatishi albatta haqliq emasmi? Bo'ptamisa, qabul qilay. 3 kundan keyin qo'shin tortaman. 15-kuni Go'ralgu teg'iga yetib boraman. O'g'lim Tömürcün bilan uchrashib, ondan naymonlar hujumiga o'tamiz. Qani kelinglar, o'ltiring. Rahmat, xonat, rahmat. Tatarlarni yo'qotdik. Kun chiqish tarafdagi yayloqdan endi ansirmaydigan bo'ldik. Kun petish tarafdagi naymonlarning xoni Tayanxon, ko'ni raqibimiz o'lgur markitlarga boshpana bo'libdi. Biz azaldan kun petishdagi bu cho'ng o'lisqa chiqilib boqqan emas. Lekin ular 2 qatim jamoa bilan birlashib, meni o'lim girdobiga qistidi. Hozir ot yilqilarimiz toza samirgan kuz pasli, Mo'ng'ul yaylig'idagi eng oxirgi dushmanimizni yo'qotadigan yaxshi mazgil.
Men 4 inim, 4 külüküm, 4 batırım, 4 oğlum ve 4 asranda oğlum bilen cengah atlanmakçıman. Qagan serkerdeler, Toqal Hatullah, anam bilen Görelgödeki avuldu qilib, qarargahimni saqlaydı. Qadağan turmuş işlerimga igi bop mansılı boldu. Ata, kun chiqqanda safarga atlanamiz. Ulu xatın ayım. Keling qadag'an. Ba'zi ishlarni eskartib qo'yay deb sizni chaqirtdim. Bu qitim qag'an bilan yurish qiladi ekansiz. Sizga ba'zi bir ishlarni taplab qo'yay deyman. Ulu xatın ayım. Bu qitim qağanımızın nemishqa Toqal Xatullahni ip mangmaydiganligini bilgandila. Meningcha, u sizlarni deb shunday qildimi ekan? Nayaga, etimni obdan beqib qo'yinglar. Ati ashu sho'rqili etimni deyman. Maqon. Qağanımız geldi. Xo'sh emsa. Qadağan? Qağanım. Qadağanni nimaga chaqirtdingiz? Uningga ba'zi ishlarni eskartib taplab qo'ymoqchi edim. Qag'anim, bu qitim nemishqa qadag'anil ip mangdilar. U xizmatkorimiz bo'lsa-mu, lekin uningga shafaatchimiz qatorida muomala qilmasak bo'lamdi. Onunğa mushundaq qarag'ingiz uchun to'liq qo'shilman. Amaliyotda men uni xizmatkorimiz qatorida ko'rmadim-ku. Emsa, u ikki Toqal Xatullahlarini qoldirib nima qildilar? U ikkisini ip ketavermamdilar. Ularni ishlaringizga asli yordam qilarmikin deyman, ha? Qaysi ishlarimga yordam qiladi? Ular ya kala seg'ishni, ya irimchik etishni bilmasa, eng yaxshisi ularni ip mangizlar. Birda, bakobdan kelsiz. Bo'ldi, yotdiman. Chiqib kelsizlar. Meni nega chiqib kelsin deysiz? Toqal Xatullahning yiniga, qaysisining yiniga bos bo'laverdi. Bugün kechda ishnaga chiqmayman. Miladiya 1202-yili kuzda Mo'ng'ul Qiyon qabilasi bilan Karay qabilasining birlashma qo'shini Uchdaryo bosh eqinidan Kunpetishdagi cho'ng o'lus Naymonlarni jazolash uchun otlandi. Ular 4 inim. Qasar, Belgütay, Qachug'un, Temuga. Ular 4 o'g'lim. Jo'chi, Chag'atay, O'göday, To'loy. Ular apamning 4 asranda o'g'li. O'g'illarimga o'xshash otliq cho'ng bo'lgan. Ushkang'o. Xanata, qarislar. Ular 4 kulukim. Bo'g'irchi, Muqali, Chilag'un. Yana birisi 4 asranda o'g'lining biri Bo'roqul. Ular 4 botirim. Jalma, Subutay, Jaba, Qubulay. Qag'anim. Nima ish Malik taqa? O'g'lim Teptangir Gökçü qo'shin tatgan safarlarga Ko'ktangirdan nijotlik tilabdi. Uning deyishicha, Ko'ktangirning amri, yanala o'zlari berib baqsılar. Shundaqmi? Yurib. Tömürcün, tezlenip Tanrı'nın emrige kulak sağay. Tamucing'i hanemi, tıngrincirol bozunda, tomuncirgan jaladar, turçirgan jaladar. Qag'anim, bu Ko'ktangirning Ko'kçü orqali sizlarga bishorat bergini. Ot tuyqug'i shabnam tegsa, butun qo'shinga xayrlik bo'lmasmikin. Kimsho, qo'ling sayxing'ilchi taychaq, qo'l sayxni budug'duqchaq, sud to'g'a mandolar, turchilik menyoqlari, yilari!
Malaikalar ketdi. Qog'anim, ko'k tangrining amriga quloq solsizlar. Ko'k tağını shundoq amr qilgan bo'lsa, tushda otinglayli. Xo'p. Sabrak Sanğon, çarlavatamdılar. Aha, valiahdimiz kuchli xonmi? Valiahd oliylari, chedirib kirib ma'lumot anglag'aylar. Meningcha ajdi yo'q. Xon atam Tayan xon arlapaq degan edi. Tayan xon xotirjam bo'lanmaga o'xshamamdi. Yo'qsa, Sabrak Sanğon, sizlar Naymanlarning eng farosatlik va jasoratli ulug' Sanğuni xon atam faqat hamdan bo'lish qilyapti. Ma'qul. Bu to'xtug'i bo'lsa, markitlarning oqsoqili. Bu yoq uning o'g'li Qut. Bular To'mirchin qog'onning ko'ni raqiblari. Yanıla mushlar o'zlari deb baqsin. Marhamat. Kunduzi To'mirchin bilan Amirxonning birlashma qo'shini Naymanlarning qarorgohiga hujum qildi. Sabrak Sanğun foydali xiyani igilab, qattiq tirkishib, ularni chekindirdi. Meningcha To'mirchin qo'shinimizning ichki ahvolini sinab baqdi bo'g'ay. Ati bir maydon shiddatli jang bo'lib qolarmikin. Şoňa atybaly işkiňlar Tömirçinge ýeňilgenkensizler-de. Jinning gepini qısa, jininglar çykyp keter eken. Ata, Tayanxonning hech kimni o'ziga tanqimaydigan bundaq o'g'li borligini o'ylamapti ekanman. Qaraganda Naymanlarning kunimi az qapti. Ata-bola ikkimiz tuyuq yo'lga kirib qolgan o'xshaymiz. Qarshi tarafdagi heliqi Amirxonmo ayni yillardagi yayloqda ot choptirib yuradigan boturligidan qoldi. Bizning taqdirimiz ularga bog'liq. Qani kim beshini sirtmoq tiqidi ekan. Sen bayi nima deding? Demakchimanki, bugun kunduz bir yo'lli foydali sharoitga erishib edik. To'mirchin nemishqa farmon tushirib, hujumni to'xtatdi. Bu sizga boshqa ish tuyulmadimi? Sen nimani bilasan? O Sabrak degan Naymanlarning Shirvan Sanğuni. Uning haqiqiy ahvolini bilmay turib, kechisi hujumga o'tsa qaramliq bo'lmamdi. To'mirchinning o'zini o'ngishivli shilisiga ras aldinib qaptilar. Qaraganda uqmaydigan o'xshaydilar. To'mirchin odam avatib Tayanxon bilan birga aloqa qilib tilbirib turib oldi. Nima? Shundaq ishim bormi? Yo'q. To'mirchin unda qilmaydi. Qiladi. Naymanlar beqinimizdagi ko'ni dushman. To'mirchin karaylarni otlab, yiroq yurish qilib, Tayanxonni yangsa, foydasi sizga bo'ladi. Biz necha qatim birlashib urush qildik. Foydaning qanchalik bo'lishi hech nimani tushuntirib beramaydi. Agar To'mirchin Naymanlar bilan birlashib, sizni yangsa, foydasi To'mirchinga bo'ladi. Bumi hech nimani tushuntirib beramam-da. Xanata, jamoqona deganlari har holda yo'lliq. Jamoqa. Tanrım guvoh. Sen To'mirchin bilan 3 qatim qasamlashgan turib, necha qatim uning bilan dushmanlashding. U sana qo'lidan kelganligi yaxshilikni qildi. Lekin sen ta hozirgacha tuxumdan tuk undirib, uning yomon gapini qilib yuraysan. Seni
Zade garizing nima? Tangirning jazosidan qo'rqmaydigan o'xshamamsan. To'limi afsus. Bo'ldilar. Demayli qo'yay. Xon ota. Amirxon, men sizlar shuni aytganda Bo'ztorg'ay. Qish-yoz shimolda yuraman. Lekin heliqi qasamdeshim To'mirchin bo'lsa, bulbul. Qish kelgicha janubga uchib ketadi. To'xta. Bu nima deganing? Buni tushunmamda-la. Men Jamoqaning sharaf nomusi ham hayot mamoti o'zlarining ilkida. Lekin To'mirchinning yayloqda davron surishiga birinchi bo'lib to'salg'i paydo qiladiganini sizlar obdan o'ylab baqsizlar. Sizlar zodi kimiga ishindi lekin? Ketayli. Tangri ega. Xonaga, Jamoqaga osonlikcha ishongan bo'lmaydi. Lekin To'mirchinga osonlikcha ishongan bo'lmaydi. Bu To'mirchinni dodisadak ish ko'mganda. Qadrli qasamdishimning ruhi amin tapqay. Xon ota, darhol Naymanlar bilan birlashib To'mirchinni yo'qotmamdiq. Xonaga, unda qilmayli. Bilaman. Unda qilsaq Tangrining jazosiga uchraymiz. Sizlar qanaqa o'ylayapsizlar? Urushdan chekinayli. To'mirchin Naymanlar bilan aplashib qolamdi, urush qilamdi. Ularning nim bo'lishi bilan nima qarimiz? Xonaga, mendan farmon. Gulxon o'chirilmasin. Butun qo'shin darhol chekinsin. Kechiksak ulguramaymiz. Ma'qul. Qag'onim, Amirxon kurasiga quruq gulxonni yiqib qo'yib chekinib ketibdi. Unda emasdi. Amirxonning kurasida dumboq ovozi uzilmagan tursa. Dumboqqa bir necha o'shkini bog'lab qo'yibdi. Nima? Qag'on og'a, Amirxon o'z oldi qo'shin chekinib yurgan bo'lsa, bu bizning qurbonlik tashlab qo'yganlik emasmi? Amirxon zodi nima qilmoqchi ekan? Bu qog'ishdek ko'r qiyri. Qag'on og'a, berib uni tutib kelayli. Bo'ldi qilinglar. Darhol Oltay jilg'isini o'tib janubdagi Sag'ir dalasiga chekinaylik. Chu! Ovozni anglab bo'g'icha markitlarning jini chiqib ketadigan To'mirchinning holi shumi? Elishmay turiblar, qo'yrug'ini qisib tikib yutibdi-ku. Obamizda hujum qo'ydinglar. To'xtanglar! Kuchimiz ular orasidagi ojizlarga yetadi. Amirxonni qo'llayli. Yuringlar. Sizlar To'mirchini qochirib o'tmoqchimi? Qag'onim! Qag'onim! Qag'onim, Naymanlar Amirxonni qo'g'labmangdi. Kaynimizda dushman qolmadi. To'rt kelikim, to'rt enim, to'rt botirim, to'rt o'g'lim, to'rt asranda o'g'limga farmon. Ko'ra tuzib, shu yerda tunissin. Xo'p. Qag'onim, nemish qatdan tushmaydilar? Qag'onim, o'ltirib biroz aram elib olaylik. Qag'onim, nim bo'ldilar? Qaraganda Amirxon Naymanlar bilan o'z oldiga yarashmabdi. Bizga sotqinlik qilmabdi. Lekin u nemish xabar qilmaylar. O'z oldiga chekinib ketdi. Boshqalar o't quyruqlik qilgan bo'lsa, tunlab chekingan o'xshaydi. Jamoqa. To'g'ri. Cho'qim jamoqa. Yana oltin, quchar bilan daqarday. Yig'ishimni xohlamaydiganlar ashula edi. Ular cho'qim Amirxonni qo'shin chekindirishga ko'ndirgan gap. 1202-yili qishda To'mirchin qo'shinini chekindirib, onun daryosi bo'yidagi Ko'ni ovulga qaytib keldi. Naymanlarga qilgan tunji qatimliq urush shuning bilan sug'ichlashdi.
Halbuki Jamuqaning o't quyruqlik qilishi bilan chekingan Amir To'g'rilxon Naymanlarning ajallik zarbisidan qutulanmadi. Xavflik paytda inisi Jaqa Gambo tullab mengib Mo'ng'ul qabilasiga kelib, To'mirchindan yordam talab qildi. Jaqa Gambo taqa? To'mirchin, xon og'am tugishilgan bo'ldi. Xon otam nima bo'ldi? Xon og'am Jamoqaning To'mirchin Naymanlar bilan til biriktirib, seni yo'qotmoqchi bo'ldi deb o't quyruqlik qilishiga ishinib kelib, oldirab tenib chekinib Naymanlar qo'g'lab kelib, hamma mol-mulklarini talon-taroj qildi. Hatto sengimni xotin bola-chaqalarim Sabraqning qo'liga tushib qoldi. Xon otam hozir qandaqroq? Naymanlar yana to'xtamay qo'g'layotdi. Naila yuzimni qilin qilib, huzurlarga keldim. To'rt kunliklarni avatib, xon og'amni qutuldirib olg'aylar. Nayaga, Labay. to'rt kunlikim cheriklarini darhol boshlab, Jaqa Gambo tag'am bilan xon otamni qutuldirishga atlansin. Xo'p. Rahmat, To'mirchin qog'am. Qag'an ota! Nimesh? Amirxon degan bu qeri va'dik vafo qilmagan tursa, yana nima ish 4 kunlikni avatib qutuldirmoqchi bo'ladilar. Qandaq? Xato qildim-ma? Bu o'lgur oqsoq qeri bo'rining terisini Naymanlar ta'tir so'yvatsin. Nima ish qutuldirgidakmiz? O o'ziga o'zi qildi. Mana bu tikish to'xtamaganligining jazosi. Mening uni o'ldirib kim kelyapti? Qutuldirib nima qilamiz? O'g'day, seningchi-chu? Meningcha, xonatamda yuz bergan Mo'ng'ullarga boshpana bo'lgan odamga ishongili bo'lmaydi. Shunaqla uni aql ittifoqdosh degili texim bo'lmaydi. Undaq odamga ehtiyot bilan muomala qilgan tuzuk. Hammalarning degini yo'lliq. Lekin birli vaqtda ham raqiblarimizga tankilanmayman. Amaliyotda Amirxon bilan birlashmagan bo'lsak, bizni alliburun Jamoqa, Targ'uta yoki tatarlar yo'qitib ketadi. Bu gap rost. Lekin Amirxon degan bu odam haqiqatan o'g'idaynon degandek ishongili bo'lmaydigan odam ekan. Yomonlik yaxshilik qilishdagi maqsadim mol dunyo bilan xizmatkorlarga erishish emas. Hatto birovning odidorchiligiga javob qaytirish emas. Faqatla vaqtli ustunlik tutirayotgan bir dushmanni yo'qotish. Barliq tirishchiligimizning oqibatini hamon ko'rdilar. O chaqda pushaymon qilishga ulgurmay qolalım ekan. Tangri egamning diti bilan To'mirchin talon-taroj qilingan al qavmlarimni to'plab berdi. Naymanlarning qo'lidan qaritini qaytirib epdi. Alokat kirdog'iga berib qolgan karaylarni qutuldirib oldi. Bu javohiratlar bilan isil otlar mening o'g'limga qilgan azroq ko'nglim. Ay, xonata, o'zlari atamning qasamdishi bo'lg'ashqa, seni atamning o'rnida ko'raman. Balaning ot uchun azroq ish qilib berganini minnat qiladigan qoida nima bor? To'mirchin, bu xonog'amning ko'ngli, qabul qilsizlar. Ma'qul. Bo'ladi, qabul qilay. Sohibxonning isli qimizi bilan ularning yaxshi ko'ngliga rahmat aytay. Oltin cho'ngda Dag'ari taytaga. Quchar aka. Ko'rishmagili uzun bo'pti. Xon atamning yanında turg'uninglarmi? Mening yanimda turg'uninglarga o'xshash. Bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib xon atamga hamdamda bo'lishinglar uchun har qaysinglar bir o'tiga qimiz tutay. Bu kishi To'mirchin qog'on. O kishi markitlarning mag'lub sarkardisi Toyir O'sin bo'ladi. Naymanlarga hujum qo'zg'aganda qolgan markitlarning hammasi degidek qechib ketdi. O yolg'iz qolib qoldi. Qog'onning shon shuhratlariga cheksiz ehtirom bildiraman. Markitlar xotinini bulab ketgan hiliq chog'idagi haqoratli olimga ehtirom bildiramsiz? Dushmanning do'st bo'g'ilimi bir yaxshi ish-ku, ha? Qani,